Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari va bizning kanalimizni aziz bo'lgan obunachilari. Bugun sizlar bilan navbatdagi 3 sotik yerga mo'ljallangan 6 xonali qishloq sharoitiga mos keladigan loyihamiz bilan tanishib chiqamiz. Uyimizning tashqi razmerlari ko'cha tarafdan eniga 20 metrni, uzunasiga mana bu tomondan 15 metrni, bu tomondan esa 4 metr 30 santimetrni, mana bu tomondan esa 8 metrni tashkil etadi. Bu uyimizning umumiy maydoni 190 kvadratdan iborat. Bu loyihamiz shu ko'rinishda 3 sotik yerga joylashgan. Bu uyimizning fundament o'lchamlari bo'yiga 70 santimetrni, eniga 40 santimetrni tashkil etadi. Mana shu ko'rinishdagi fundamentimizga 30 metr kub beton quyish kerak bo'ladi. 30 metr beton uchun o'rta hisobda 6 tonna sement sarflanadi. Fundament orasiga 4 qator qilib armatura tashlaydigan bo'lsak, 430 metr armatura sarflanadi. Armaturani qanaqa razmerdan foydalanish bu uyni quradigan insonning o'ziga havola. Devor o'lchamlariga keladigan bo'lsak, bo'yiga 2 metr 80 santimetrni tashkil etadi. G'ishtning rasvodi esa 12 ga 25 pishgan g'ishtdan 1,5 g'isht qilib teriladigan bo'lsa, 45 ming dona pishgan g'isht sarflanadi. Xonalarimizning razmeri, mana bu darvozaxonamiz o'lchamlari eniga 4 metrni, uzunasiga 8 metrni tashkil etadi. Darvozaxonadan kiraverishda o'ng tomonda mehmonxonamiz joylashgan. Mehmonxonamizning o'lchamlari eniga 3,5 metrni, uzunasiga 7 metr 20 santimetrni tashkil etadi. Bu xonamizdan keyin oshxonamiz joylashgan. Oshxonamizning o'lchamlari eniga 3,5 metrni, uzunasiga 4 metr 20 santimetrni tashkil etadi. Uyimizning so'ngida hojatxonamiz va umumiy yuvinish xonasi joylashgan. O'lchamlari hojatxonaniga eniga 1 metr 30 santimetrni, uzunligi 2 metrni tashkil qiladi. Ichkarisida esa yuvinish xonasi joylashgan. Yuvinish xonasining o'lchamlari 2 ga 2 o'lchamda qilingan va mana bu xonalarimiz o'lchamlari esa koridorniki eniga 2 metr 10 santimetrni, uzunasiga 3 metr 40 santimetrni tashkil etadi. Koridordan o'ng tomonda kirganimizda kattalar uchun yotoqxona joylashgan. O'lchamlari eniga 3 metr 40 santimetrni, uzunasiga 4 metrni tashkil etadi. Koridordan to'g'ri kirganda mana bu mehmonxonamiz joylashgan. Bu mehmonxonamiz o'lchamlari eniga 3 metr 40 santimetrni, uzunasiga 6,5 metrni tashkil etadi. Bu tomonda esa ikkita bir xil o'lchamdagi xonalarimiz joylashgan. Birinchi xonamiz bu oilaviy dam olish xonasi qilingan. Razmerlari eniga 3 metr 40 santimetrni, uzunasiga 4 metr o'lchamda qilingan. Ichkarisida bolalar xonasi joylashgan. Bu xonamizning o'lchamlari hozir aytib o'tganimdek bir xil o'lchamda qilingan. Qadrli obunachilar, bu xonalarni o'zingizni xohish istagingizga qarab o'zgartirib yashashingiz mumkin. Agar qurish niyatingiz bo'lsa albatta. Videoni oxirigacha ko'rishda davom etsangiz, bu loyihamizni chizmasini ko'rishingiz mumkin. Agarda sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bizning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali bemalol loyiha bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Sahifalarimizning silkasini video ostida opisaniyada yozib qoldiraman. Agar siz yana boshqa ko'plab loyihalarni ko'rishni istasangiz, bizning YouTube kanalimizga o'tib, istagan loyihani ko'rishingiz mumkin. Agar uy loyihalarimiz sizlarga yoqsa, albatta like bosib qo'yishni unutmang. Bu loyihalarimizni kerakli insonlarga yetib borishiga katta hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'ysangiz, biz yuklab borayotgan videolardan birinchilardan bo'lib ko'rib borishingiz mumkin. Kanalimizda birinchi bo'lgan do'stlarimiz, albatta obuna bo'lishni unutmang. Bu loyihalarimiz haqidagi fikringizni kommentariyada yozib qoldirishingizni so'rab qolaman. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilagan holda videoni ko'rishda davom etamiz, qadrli obunachilar.